Tepadan quyosh italib pastdan kondisionerchilar jigarli sezon payti konditsionerni qanchaga ustunovka qilish kerak, qanday tekshirib olish kerak bugun shu haqida. Ustojon, siz bilan syomka gaplashsa ham bo'ladimi? Ya ishimiz unchalik qimmat emas. Endi blogerlar ozgina bo'ktirib, qimmatlashtirib yordi. Sezon payti, ha? Sezon vaqti. Bo'ldi. Bo'lmasa bitta konditsioner ustunovkasini necha pulga qilib berasiz? 300-350 ming so'mdan bo'ladi. 350 ming so'mga qilasiz, bu etajiga ham farq qiladimi? Birinchi qavatdan u yog'iga har bir etajga 50 ming so'mdan olamiz. Bitta agregatga 4 ta 5 ta konditsioner ustunovka qilib turib, bunaqa ishlar ham qo'lingizdan keladi. Unaqa ishlarni ham qilamiz, hammasini qilamiz. Xo'sh, ishni qilganingizdan keyin birinchi marta konditsioner qo'ydirib odam qanday qabul qilib olish kerak, nimalarga qarash kerak? Основной ustoni sertifikati borligiga. Sizlarda sertifikat ham bo'ladi. Albatta sertifikat bo'ladi. Artel bo'lsa Artelniki, Aux bo'lsa qolgan har qanaqa firma o'zini sertifikatlari bo'ladi. Mana o'zimning standartim bo'yicha har bir suv chiqib ketish, suv drenajli liniyalarni 1,5 santimetr, 1 santimetr uklon qo'yaman. Teshilgan teshik uklon bo'lib ketishi kerak. Albatta shu hisobga 3 yil 4 yil davomida fen zabita bo'lib uyning ichiga suv oqmaydi. Mana shunaqa narsalarga e'tibor qilish kerak. Как положено, vakuum sistema qilish kerak. Bo'lmasa ishingizga qanchagacha tex xavfsizlikka ko'rsatasiz bepul. O'zingiz qilib ketgan konditsionerga birov muammo chiqsa. Klient telefon qilgan vaqt boraveramiz, iloji yo'q. Chunki umuman mandan bo'ladimi, u texnikadan bo'ladimi, uni aniqlik kiritish kerak. Shu paytgacha bo'lganmi? Shu paytgacha qanaqa masala? Shu sizdan o'tgan paytlari bo'lganmi? Bizdan hozircha o'tmagan, Xudoga shukr. Ishimizni halol pokiza qilib ishlayapmiz. Bo'ldi aka, katta rahmat. Ustimizning ishlari qiziq bo'lsa, opsiyada nomerlarni qoldirdim. Qurilish haqidagi eng foydali ma'lumotlarni faqat bizning kanalda, Qurilish audit kanalida kuzatib boringlar.